İkinci savolda yengil mashinaning og'irligi necha kilogramm deyapti. Yengil mashinaning og'irligi 30 k deb qo'yibdi. K degan demak sentner deydik. 1 sentner 100 kilogramm edi. 1 sentner 100 kilogramm bo'lsa 30 sentner degan. Mana bu narsani 100 ga ko'paytirish kerak degan. Yani çünkü bitta sentnerimiz 100 kilogramm bo'lsa, shundan 30 ta bor degan. 30 ta 100 qo'shish kerak yoki 30 ta 100 ko'paytiramiz degan. 3000 kilogramm bo'ladi. 2dan keyin qaysisi? 8 deyiladi. 8-savolda. Ko'kbetning og'irligi necha tonna? Demak, ko'kbetning og'irligi demak 1800 sentner deb qo'yibdi. Biz buni tonnaga aylantirishimiz kerak. Demak, sentner kichik, tonna katta bo'ladi. Demak, og'irlik o'lchov birligida eng kattasi tonna o'zi. Eng kattasi tonna bo'lsa, bular kichik degani. Demak, katta birlikdan kichik birlikka o'tayotganda ko'paytiriladi. Kichik birlikdan katta birlikka o'tayotganda bo'linadi. Bu har doim shunday bo'ladi. Demak, 1 tonnamiz 10 ta sentnerga teng bo'lsa, 1800 sentnerning ichida nechta tonna bor degan. Bu narsani 10 ga bo'lib qo'yish kerak. Demak, 180 tonna degan javob bo'ladi. 8 dan keyin qaysi? 14. 10 bormi? 10 da. Sirmishi bo'lgani uchun shuni ko'proq ishlaymiz mana 10 da. Delfinning og'irligini sentner va kilogrammda ifodalang. Delfinning og'irligi qancha? 450 gramm. 450 ming gramm. Mana 450 ming gramm biz buni aytyapti. Sentner va kilogrammda ifodalaydi. Demak, sentnerga aylantirish. Bu hali gramm bo'lsa, endi biz hali sentnerga aylantirish kilogrammga buni gramm kilogramga aylantiramiz. 1 kilogramm 1000 gramm. Demak, 450 mingda 1000 ga bo'lib olsak, 1000 ga bo'lsak 3 ta nolni olib tashlaymiz. Bu yerdan ham 3 ta nol ketadi. Shunda 450 kilogramm qolib ketadi. Endi buni sentnerga aylantirish uchun 1 sentner necha kilogramm edi? 1 sentner 100 kilogramm bo'lsa, 450 ni 100 ga bo'lamiz degan. 450 ning ichida 100 necha marta bor? 4 ta, ham 4 ta 100, 400 mana 4 sentner degani 50 qoldiq qolib ketadi. 50 kilogramm bo'ladi degan. Ya'ni 4 sentner 50 kilogramm qolib ketadi degan. 14-savolda. Fil va delfinning umumiy og'irligi necha kilogramm deyapti? Fil bilan delfin. Filning og'irligini topish kerak avval. Filning og'irligi qancha? 200 ming gramm. 5 ta nol bor ekanda, 5 ta nol. Xo'p, demak bu 7 bilan 200 ming gramm. Buni biz avval kilogrammga aylantiramiz. Shu kilogrammga aylantirish uchun 1000 ga bo'lish kerak mana. 1000 ga bo'lish bormi? 3 ta nol o'chiramiz va 3 ta nol ketadi. 7200 mana. Kilogramm. Bu og'irligi filning. Keyingisi bizdan fil bilan delfin degan edi. Delfinni boya topdik mana. Delfinning og'irligi 450 kilogramm. Demak, 7200 ga qo'shib qo'yam 450 ni. Boya topgan misolimiz. Demak, bu 7650 kilogramm bo'ladi. Necha? 16. 5 ta partaning og'irligi 37500 gramm bo'lsa deyman. 37500 gramm 5 tasi bo'lyapti. Bittasi qanday topadi? Bo'ladi. 5 ga bo'ladi. 5 tasi desa 5 ga bo'ladi. 3 tasi desa 3 ga bo'lamiz degan. 5 tasi desa 5 ga bo'lsak bittasi kelib chiqadi degan. 37 ning ichida 7 tadan 2 qoladi. 25 ning ichida 5 tadan 2 ta 0 mana. 7500 gramm degan har bittasi shunchadan bo'ladi. 5 ta parta bo'lsa bitta. Endi shundan 3 tasi desa, buni 3 ga ko'paytirib qo'yamiz degan. 22500. Demak 0 0 5 21 22500 gramm. 17 demak tarozi turib qarang mana. Tarozining chap tomonida xo'p 5 ta shaftoli bor. 16 kilogramm.
16 da kilogram va gramda ifodaladigan ekan. Kilogram va gramda ifodalash uchun o 1 kilogram ming bo'lsa, mana bundan ajratib qo'yish kerak. Demak, bu degani 22 kilogram 500 gram degan javob. 17 da tarozi turibdi. Tarozining chap tomonida 5 ta nima bor? Shaftoli bor, mana shu deb qo'yamiz. Teng bo'lyapti. O'ng tomonida bitta ananas, mana. Bitta mana ananas deb qo'yamiz. Keyin qo'shilgan ikkita o'rik bor mana. O'rik mana. Tarozi demak, tarozi qo'yiladi. Tarozining chap tomoniga 5 ta shaftoli qo'yildi. Bitta ananas bilan ikkita o'rikni o'ng tomonga qo'yiladi. Tepasida ma'lumot bergan, qarang. Agar bitta shaftolining og'ziga 3 ta o'rikka teng bo'lsa deyapti. Demak, mana bitta shaftoli teng bo'ladi mana 3 ta o'rikka. Bitta shaftoli 3 ta o'rikka teng bo'lsa aytyapti, bizda bitta ananas nechta o'rikka teng bo'ladi? Demak, bu yerdan olamiz, qarang. Bitta shaftoli 3 ta o'rikka teng bo'lsa, 5 ta shaftoli nechta o'rikka teng bo'ladi? Bittasida, ya'ni bitta shaftolining og'irligi bilan 3 ta o'rik teng bo'lsa, 5 ta shaftolini topish uchun, demak, bu degani 5 ga 3 ko'paytiramiz degani. Ya'ni 5 ga 3 15 ta o'rik bo'ladi. Endi tarozini qaytadan qo'yamiz. Mana bu yerda 15 ta o'rik qo'yamiz buning joyiga. Mana 5 ta shaftolini joyiga endi 15 ta o'rik qo'yib yuboramiz degan. Bu yerda bitta ananas turadi mana. Ananas keyin ikkita o'rik turadi mana. Endi tarozi bo'lgandan keyin ikkita tomondan bir xil o'rik, bitta o'rikni olsa yoki bitta o'rik taroziga qo'yilsa, tarozi muvozanati buzilmaydi. Chunki tarozi bo'lgandan keyin bir kilo yukni qo'ysam, bir kilo yukni olib tashlsam, taroziga og'irligiga ta'sir qilmaydi degan. Shuning uchun o'ng tomonda ikkita o'rik bor, shu ikkita o'rikni olib tashlaymiz. Ikkita o'rik ketadi. Keyin bu yerda 15 ta o'rikdan ham ikkitasini olib tashlaymiz, muvozanat buzilmaydi degan. Bu degani mana shu 15 tadan ikkitani olib tashlasak 13 ta. Keyin bitta ananas qolib ketgan bo'ladi. Ya'ni bitta ananasning og'irligi 13 ta o'rikka teng bo'lib qoladi degan. Bizdan javob mana 13 degan javob bo'ladi. Ya'ni bitta ananas 13 ta o'rikka teng bo'ladi degan. 19. Mana shu savollar demak tushadi mana nima deyman. Yugoslaviya bor. 19. Dehqon bobo bozorda 25 kilogram kartoshka, 20 kilogram piyoz hamda 15 kilogram sabzi sotdi mana. Demak, kartoshka qancha sotyapti? 25 kilogram. Piyoz sotyapti 20 kilogram. Sabzi sotyapti 15 kilogram mana. Sotdi. 1 kilo kartoshkani 5000 dan, piyozni 4,5 ming, sabzini 6000 dan sotyapti. Demak, mana kartoshkani 5000 so'mdan sotsa, 1 kilosi 5000 bo'lsa, 25 kilo sotgandan keyin 125 ming so'm bo'ladi. Piyoz 20 kilo sotyapti 4,5 ming dan. Demak, bu 90 ming bo'ladi. Keyin buni 6000 dan sotyapti sabzini. Bu ham 90 ming bo'ladi. Endi jami qancha bo'ladi deyapti. Mana shunday qo'shib 90 ga 90 180 ming, 180 mingga 125 ming, 305 ming degan javob bo'ladi. Shuncha pulga sotdi degan jam. 19. Keyin qaysi? 20 da ko'p qavatli binoning lifti 1 tonnagacha bo'lgan yukni ko'tara oladi. Liftga bir nechta odam chiqqandan so'ng liftdagi og'irlik me'yoridan 40 kg ko'p ekanligi ma'lum bo'ldi. Agar har bir odam o'rtacha 80 bo'lsa, liftga necha kishi chiqqan? Demak, qarang, eng ko'pida deyapti 1 tonna ko'tara oladi. 1 tonna necha kilo bo'ladi? 1000 kilo bo'lar ekan. Eng ko'pida 1000 kilo ko'tara olar ekan. Endi odamlar chiqdi, nechtadir odam? Shu 1000 kilodan deyapti 40 kiloga ko'p bo'lib ketdi deyapti. Bu degani mana shunga 40 kiloni qo'shib olamiz. 1040 bo'lib ketgan. Shu 80 kilolik odamda nechtadir chiqqan? Demak, 1040 ni 80 ga bo'lib yuboradi. Demak, mana ikkalasi bo'linsa 13 ta mana. 13 ta odam chiqqan degan mana.
20 dan keyin qaysisi? 21 da quyon bir kunda 2 kilogram sabzi yoki 1 kilogram karam yeydi. Demak bu nima degani? Quyon bir kunning ichida sabzi yesa 2 kilo sabzi yeydi, karam yemaydi shunday. Agar karam yesa 1 kilo yeydi, sabzi yemaydi degan. Yoki degan yo unisini qilar, yo bunisini qilar degan. Endi u bir haftada bir hafta necha kun? 7 kun. Demak, mana 7 kunda, 7 kunning ichida 6 kilogram sabzi yegan bo'lsa-da, sabzi bir kunda 2 kilodan yeyadi agar yesa, 6 kilogram sabzi yeyadi. Bu necha kunga to'g'ri keladi? 3 kun. Demak, shuni topib olamiz. 6 kilogramni bo'lib olamiz 2 kilogramga bo'ladi. 3 kun. Bu degani bir hafta 7 kun bo'lsa, shu 7 kunning 3 kunini sabzi yegan bo'ladi. Ve qolgan payt karam yegan o'z-o'zidan. Chunki sabzi bilan karamni almashtirib beradi. Masalan, dushanba kun sabzi bersa, seshanba kun karam beradi. Yo almashtirib beradi. Ve bu degani mana 6 kunlik 3 kuni ketdi. 7 kunlik 3 kuni ketdi. 4 kuni qoldi. Mana shundan 3 kunni olib tashlayman. 4 kun. Endi 4 kuni qolgan payt karam yeydi. Karam yesa 1 kilo karam yeyadi bir kunda. Demak, endi qancha karam yeydi? 4 ni 1 ga ko'paytiraman. 4 kilogram karam bo'ladi. Mana bu karam liboslar. Bizda karam so'raydi. 21. 22 da tulki 30 kilogram go'shtni 2 soatda yeydi deyapti. Va tulki 30 kilo go'shtni 2 soatda yesa, 1 soatda necha kilo go'sht yeydi? Demak, tulkini topsak mana 30 kilogramni 2 soat esa 2 ga bo'lamiz degani 15 kilo. Ya'ni tulkining o'ziga go'sht bersang deyapti, 1 soatda 15 kilodan yeydi degan. Endi davomidan ma'lumki sher tulkidan 3 marta tezroq yeydi deyapti. Endi tulki o'zi 1 soatda 15 kilo yesa, sher 1 soatda qancha yeydi desa, sherni topish uchun 15 da 3 ga ko'paytirib olamiz. 45 kilogramdan. Ya'ni bu 3 marta tezroq yeydi degani, ko'proq yeydi degan ma'nosida. Ya'ni tulki 1 soatda 15 kilo yesa, sher 1 soatda 45 kilo go'sht yeydi. Endi sherga 225 kilogram go'sht berildi deyapti. Shuni necha soatda yeb bo'ladi? Demak, 225 kiloni 45 ga bo'lamiz. 5 soatda yeydi degani. 22. Keyin qaysisi? 25. 25 gacha yo'qmi? 23. 23 bilan 24 bir xil, shuning uchun bittasini ishlayman 23 da. Mana shu savollarda oldin ham aytganmiz mavzularda. Bu endi mavzusi o'zgaradi, lekin yo'nalishi o'zgarmaydigan savollar. Uzunlikka doir ham bor, og'irlikka doir, xos og'irlikka doir. Bu yerda anor, nok, olma, ananas, hop, 4 xil meva berilgan. Mana shulardan bittasini aniq aytadi. Qaysi mevaning og'irligi bor desa, mana ananas 800 gram degan. Birinchi shuni yozib olaman. Ananas mana teng bo'ladi 800 gram ekan. Endi shu ananas bilan bitta mevani aytadi. Qaysidir yengilmi, og'irmi deb aytadi. Ananas 800 gram deyapti. Nok ananasdan 4 marta yengil deyapti. Nok ananasdan deyapti. Ananas 800 bo'lsa, nok shundan 4 marta yengil deyapti. Marta so'zi shartlasa demak 800 ni 4 ga bo'ladi. 200 gram bo'ladi nok. Endi nok bilan anorda aytganman. Anor nokdan 200 gram og'irda. Nok o'zi 200 bo'lsa, anor shundan yana 200 og'irda. Demak, biz hozir anorni topish uchun mana 200 ga 200 ni qo'shamiz. 400 gram. 400 bo'ldi mana anor. Endi anor bilan olmani aytgan bo'laman. Olmaning og'irligi anorning og'irligidan 220 gram yengil deyapman. Hop, olma anordan 220 desa, men 220 ni ayiramiz. 180 gram degan javob qoladi. 23, 24 dan shunday. 27. 25. 25 bo'lsa. 25 dan 5 kilogram qand lavlagidan 2 kilogram shakar olinadi. 100 kilo qand lavlagidan necha kilo shakar olinadi?
5 kilo qand lavlagidan 2 kilo, ya'ni har 5 kiloga 2 kilo to'g'ri kelsa, 100 kiloga qancha deyapman? Demak, 100 kilo qand lavlagini 5 ga bo'lib olaman. 20, shuni 2 ga ko'paytirib qo'yaman. 40 kilo degan. Ya'ni har 5 kilogramga 2 kilogram shakar to'g'ri kelsa, 100 kiloga 40 kilo to'g'ri keladi degan. 25. Keyin qaysi 25 dan keyin? 27. 27 ga 26 ni shardangmi? Ha, 27. 27 da 3 ta do'st Azamat, Rahim va Sarvar birgalikda 124 deyman. Azamat, keyin Rahim, Sarvar birgalikda 124 kilo. Azamat bilan Rahim 90 kilo. Azamat bilan Rahim 90 kilo. Rahim bilan Sarvar 78 kilo. Shundan biz Rahimni topishimiz kerak. Bunday masalalar mana. Bu hozir 20 shunga o'xshash yugi vasfasi hisobi 3 ta bola taroziga chiqdi. 124 chiqadi. Endi Azamat bilan Rahim chiqdi. Kim chiqmadi? Sarvar chiqmadi. Sarvar chiqmagani uchun 124 90 bo'lib qoldi. Bu degani biz Sarvarni topish uchun 124 dan 90 da tashlaymiz. Demak, 34 ga kamayib ketganda mana 124 bo'lsa, 34 ga kamayib ketgan 90 bo'lib qolgan. Shuning uchun Sarvar chiqmagani uchun taroziga. Endi keyingisida mana Rahim bilan Sarvar 78 bo'lsa, bunda Azamat chiqmayapti. Endi uchalasi taroziga chiqqanda 124 bo'lib turadi. Endi Azamat chiqmagani uchun 78 bo'lib qolyapti. Demak, endi aslida Azamat topamiz desak, 124 dan 78 da tashlaymiz. Demak, 14 dan 8 dersak 6 qoladi, 11 dan 7 dersak 46 mana. Azamat 46 degan. Bizdan so'rayotgan narsa Rahimning og'irligi. Endi Rahimni xohlagan yo'lda topsak bo'ladi. Qarang. Azamat bilan Rahim 90. Shundan Rahimni topishimiz kerak. Azamat 46 bo'ldi. Endi bunisida Rahim bilan Sarvar 78, Sarvar 34 ketdi shundan. Endi Rahimni topishimiz kerak. Endi xohlagandek topsak bo'ladi. Rahim mana bu yerda qatnashgan. Rahim bilan Azamat 90 bo'lsa, shundan Azamat 46 bo'lsa, Rahim necha bo'ladi desa, 90 dan 46 ni tashlaymiz degan. 44 bo'ladi. Bo'ldi mana uchalasini ham kelib chiqdi mana Sarvarniki, Azamatniki, Rahimniki. 44 qolmay ko'rsa. Necha qoladi 90 dan 46 ni yersak? Ha. 20 29 qoldi. 28 mana da 28 ga bir şey bermayman mana 28 da. O'yin sal boshqacharoq, lekin shunga o'xshash savol o'zida emas lekin. Tarozda birinchi mana tarvuz bilan qovun necha kilo bo'lyapti? 35. Keyin tarvuz bilan handalak 20 kilo. Endi qovun bilan handalak 25 kilo. Endi bizdan aytyapti, bitta tarvuz, bitta qovun, bitta handalak qancha deb. Qarang, taroziga tarvuz qarang, 2 marta tarvuz taroziga qo'yildi. Qovun ham 2 marta qo'yildi, handalak ham 2 marta, ya'ni 2 marta taroziga qo'yiladi. Demak, biz mana buni hammasini qo'shib olsak, mana 35, 20, 25 qo'ysak necha bo'ladi? Demak, bu 60, 80 bo'ladi. 80 chiqadi. Bular har biri 2 martadan taroziga qo'yilgan uchun. Endi sizlardan 1 martadan taroziga qo'yilgan desa, mana tarvuz, qovun, handalakning 1 martadan topish uchun buni 2 ga bo'lib qo'yish kerak. Chunki har taroziga 2 ta tarvuz, 2 ta qovun, 2 ta handalak qo'yilsa 80 bo'lib ketyapti. Endi sizlardan lekin rasmda bitta-bittasini qo'yish uchun yarmi deganda shuni 2 ga bo'lib qo'yish kerak. Bu 40 chiqadi degani. 28. 29 endi. 29 da. Idish suv bilan to'la bo'lganda uning og'irligi 16 kilo bo'lyapti. Idish agar yarim suv bilan to'lgan bo'lsa, u holda uning og'irligi 10 kilo bo'lyapti. Idishning og'irligini toping. Demak, mana bergan. To'la bo'lsa
16 bo'lyapti. Yarim bo'lsa 10 bo'lyapti. Endi nima uchun bunday bo'lyapti? Buni o'ylasak qarang. Nima uchun yarimni o'zi 8 bo'lib qolmayapti? Sababi yarim deb faqat suvning yarmi deyapti. Idish turibdi. Netgalar idish tasavvur bitta idish oldilaring, ichiga suv to'la qildilaring, tarozi qo'ydilaring 16 kilogramm bo'ldi. Endi suvning yarmini to'kdilaring, keyin 10 qolyapti. Demak, suvning yarmi degani yarim to'kilib ketildi-ku. Demak, asmana bu yerda 16 dan 10 ni olib tashlasak 6 qoladi. Bu 6 nimaning og'irligi bo'ladi desa, to'kilgan suv bo'ladi. To'kilgan suv qancha edi? Yarim edi, suvning yarmi. Demak, mana bu yarim suv bo'ladi. Yarim suv 6 kilo bo'lyapti. To'la suv qancha bo'ladi? 12 kilo. Demak, 6 ga 6 ni qo'shsak 12 bo'ladi. Bu to'lasi bo'ladi. To'la idishma suv suvning o'zi. Ya'ni idish hisoblanmaganda. Endi biz idishning o'zini topishimiz kerak desa, to'la idish suv bilan to'la idish 16 edi. Shuning 12 kilogrammi suv bo'lib qolyapti, to'llig'i. Qolgan idishga qolib ketadi degan. Demak, hozir 16 dan 12 ni olib tashlasak bo'ladi. 4 kilo mana. Bu idish bo'ladi. Agar mana bu yerda ham topsak bo'ladi. 10 dan 6 ni tashlasak ham bo'ladi, 4 chiqadi bari. Chunki yarim suv 10 bo'lsa, shuning 6 yarim suv edi, idishi qolib ketsa 10 dan 6 esa bo'ladi. Faqat buni endi shunday ayirib qo'ydik mana. 29. Endi ikkita test qoldi. Ikkinchisi test. Birinchisi to'g'ri bo'ldi hammada. Birinchisi to'g'ri bo'lsa, demak ikkinchisini ishlasak bo'ladi. Ikkinchisi. Bir ishlaymanlarmi? Tushunmagan bormi birga? Bitta. Tushundilarmi sizlar? Tushunmadim, xatoman. Agar deyapti, Farruh aytayapman, ikkita bir xil olmaning umumiy og'irligi ma'lum bo'lsa, u holda bitta olma yarmining og'irligini topish mumkin deydi. Ikkita olma bo'lsa, bir xil olma topding nechiligini deyapti. U holda bitta olma yarmining og'irligini qanday topamiz deb aytayapti-da. Ya'ni aytganda, ikkita olmaning og'irligi masalan 8 kilo bo'lsa, sen bitta olmaning yarmini topishing kerak degan. Deylik masalan ikkita olmani taroziga qo'yding, 800 gram bo'ldi. Bittasining yarmi degani ikkitasi 800 bo'lsa, bittasining ichidan bo'ladi 400 bo'ladi. Endi shuning ham yarmi degani 200 qoladi. Bu nima degani? Qara, o'zi ikkitasi 800 bo'lsa, bittasining yarmi 200 ham bo'ladi. Bu degani 4 tadan bitta qismi degani. Shunday ma'nodagi javob qidiramiz. Qarang, a javobda agar bitta olma teng o'rtasini kessangiz, u ikkiga bo'lak bo'linadi. Demak, bu narsa to'liq bo'lmaydi. Biz shu fikrni to'liq asoslaydigan javob qidirishimiz kerak. Endi ikkita olmaning umumiy og'irligi bitta olmaning og'irligidan 2 marta ko'p bo'ladi. Yo'q, bizga u narsa kerakmi? Biz ikkita olmaning yarmidan 4 marta ko'p bo'lishi kerak. Chunki aytganimiz bo'yicha 200 gram u 800 gram chiqdi. 4 martalik javob chiqadigan bo'lishi kerak. 4 barobar katta chiqadigan. 4 barobar katta chiqadigan, A bilan B da yo'q, C da. Ikkita olmaning umumiy og'irligi yarimta olmaning og'irligidan ko'p. Yo'q, ko'pligi aniq. Faqat bizdan necha martalik farq qiladigan javob kerak. O'zi masalan A javobda ham, B javobda ham, C javobda ham to'g'ri ma'lumot bor. Lekin tepadagi ma'lumotga aytilmagan. D javobda ikkita olmaning umumiy og'irligi yarimta olmaning og'irligidan 4 marta ko'p bo'ladi. Mana shunday narsa. Bu mana aytganimizdek, ikkita olma 800 gram bo'lsa, bittasining yarmidan 4 marta ko'p. Ya'ni 800, 200 dan 4 marta ko'p. Shuning uchun D javob bo'ladi. Ikkinchisida Bekzod va Karimning og'irligi birgalikda 95 kilogramm mana. Bekzod bilan Karimni qo'shsak 95 chiqdi mana. Karim va Farruhning og'irligi mana. Karim bilan Farruhning og'irligi birgalikda 120 kilogramm bo'ldi. Endi Madina aytayapti. Demak, Farruh Bekzoddan og'irroq deyapti. Sardor aytayapti mana. Demak, Madinaning fikri qara mana. Madina deb qo'yamiz mana. Fikrida Farruh og'ir bo'ladi, ya'ni katta bo'ladi Bekzoddan deyapti. Sardor degan bola aytayapti. Bekzod Farruhdan 25 kilogramm yengil deyapti mana. Bekzod Farruhdan 25 kilogramm yengil desa, Bekzodga 25 deb qo'ysa, ikkalasi tenglashib qoladi degan.
Ya'ni Bekzod yengil deyapti. Shunga 25 ni qo'ysang, ikkovi tenglashib qoladi shunda. Keyin Nodir aytayapti. Yuqoridagi ma'lumotlarda faqatgina bir kishining og'irligini aniqlash mumkin deyapti. Demak, bitta insonning og'irligini aniqlasak bo'ladi deyapti. Qayinxo'ja degan bola fikr bildiryapti. Yuqoridagi 3 kishining umumiy og'irligi 215 kg ni yengil deyapti. Ya'ni 3tasi 125 215 ekan. 215 kg dan yengil deyapti. Ya'ni 215 chiqmaydi deyapti. 215 dan kam chiqadi deyapti 3tasi. Kimning fikri noto'g'ri deb aytyapti. Noto'g'riligini bilishimiz kerak. Endi bu yerdan qarasanglar, Bekzod bilan Karim qo'shilganda 95 bo'lyapti. Endi Karim bilan Farruh 120 bo'lyapti. Ve o'z-o'zidan Farruh va Karim ikkovi bitta inson bo'lgandan keyin, ikkita qatnashgan bitta bo'lgandan keyin Karim Bekzod bilan chiqsa 95 chiqyapti. Shu Karim Farruh bilan chiqsa 120 chiqib ketyapti. Ve o'z-o'zidan Farruh Bekzoddan og'ir bo'ladi. Demak, haqiqatan mana bu Farruhniki Bekzoddan og'ir bo'lgan. Demak, Madinaning gapi to'g'ri degandir birinchisida. Chunki o'z-o'zidan 120 bo'lib ketganda og'irligi aniq. Endi 25 kg og'ir deyapti, Sardor aytyapti. Endi qancha og'irligi topsa, haqiqatan 120 dan 95 ta olsak 25 qoladi. Shu 25 Bekzodniki Farruhdan 25 kamligi bilinadi. Chunki haqiqatan az Karim nechiligini bilmaymiz. Lekin xohlagan bitta son qo'ysak, Farruhniki Bekzoddan 25 kg og'irligi aniq kelib chiqadi. Masalan, Karimni deylik taxminan 50 bo'lsa, mana bu ham 50 bo'lish kerak. Bekzod qancha bo'lish kerak bo'ladi? Bu 45 bo'ladi. Endi bu 50 bo'lsa, bu 70 bo'lish kerak, 120 bo'lish uchun. Masalan, az bu Farruh 70 chiqyapti, Bekzod 45, haqiqatan 70 45 dan 25 kg og'irlik kelib chiqadi. Demak, Sardorning ham gapi to'g'ri degan. Endi bizdan bu yerda kim degan edi? Nodir aytgan yuqoridagi ma'lumotlarda faqatgina bir kishining og'irligini aniqlash mumkin deyapti. Endi kimning og'irligini aniqlash mumkin desa, demak biz hozir bu yerda haqiqatan bu yerda hozir mana Farruh, Karimga ham xohlagan son qo'ysak bo'ladi. Farruhga ham xohlagan son qo'ysak bo'ladi, Bekzodga. Va yuqoridan bittasini topsa bo'ladi. Lekin bu yerdagilar xohlagan 4 talasini 4 xil son qo'yish mumkindir. Endi bu yerdan oladigan bo'lsak hozir bu yerda hozir bu aniq emas. Buni tekshirib ko'raylik, turib tursin. Chunki biz bittasining ham og'irligini aniqlab topa olmayapmiz-da. Lekin Nodir aytayapti, bittasining og'irligini topsa bo'ladi. Men hozir mana bu yerga 50 qo'ydim. Bu aniq ma'lumot emas-ku. Lekin hozir 50 ning joyiga masalan 60 qo'ysam, bu 35 bo'ladi. Bu 60 bo'lgandan keyin bu ham 60 bo'lib qolishi kerak mana. Bunday sizga to'g'ri chiqib qolaveradi. Ya'ni bu degani sizlar xohlagan son qo'ysak, to'g'ri chiqib qolaveradi. Hozir bittasining ham aniq og'irligini bilmaymiz, aniqini. Faqat bizga aniq narsa Farruh Bekzoddan og'irligi aniq bo'ldi. Karimdan og'irligi ya Karimning nechiligini bilmaymiz. Karim masalan 20 kilodir, 10 kilodir. Farq yo'q. Demak, hozircha mana bu noto'g'ri degan noto'g'rilik. Endi Qayinxo'janiki 3ta bolaniki 215 dan yengil deyapti. Endi biz bu yerda ham 95 ga 120 qo'ysak necha bo'ladi? 215. 215 necha kishining og'irligi bo'ladi? 3 kishining faqat Karimning ikkita og'irligi hisoblanib ketgan bo'ladi. Chunki Karim mana bu yerda bitta 2 marta taroziga chiqqan Karim. Bekzod bilan Farruh 1 marta chiqadi. O'zi Karim 2 marta chiqqanda, Farruh 1 marta chiqyapti, Bekzod 1 marta chiqyapti, 215 bo'lyapti. Karim 2 marta chiqqandan keyin Karimning 1 marta chiqqani olib tashlasa 215 dan kam bo'lib qoladi, aniq. Karim mabodo masalan 10 kilo bo'lgan taqdirda ham 215 dan 10 ga kamayib ketish kerak degan. Masalan 20 kilo bo'lsa 20 ga, Karim hech bo'lmasa odam bo'lgani uchun hech bo'lmasa 20-30 kilo chiqish kerak. 1 kilo bo'lsa ham chiqish kerak, hech bo'lmaganda. Shunda 215 dan kam chiqadi bari. To'g'ri. Demak, shuning uchun mana bu ham to'g'ri deganman, aniq ma'lumot. Hozir bizga mana bu aniq emas. Bitta mana shu qolyapti, bu noma'lum. Xohlagan son qo'ysak chiqaveradi. Ya'ni bu yerda aniq son yo'q. Ya'ni Karimga ham, Farruh Bekzoddan nima son qo'ysak ham to'g'ri chiqaveradi. Shuning uchun buning fikri noto'g'ri degan.
Demak, kimning fikri noto'g'ri deyap, nodir degan. Nodir degan javob S da mana. Demak, shu bilan tugadi.